Assalomu alaykum, Secretex obunachilari. Barselona Alvares transferi amalga oshmay qolgan taqdirda ikki hujumchini tanlab qo'ydi. Barselona rahbariyati markaziy hujumchini qidirish bo'yicha faol ishlarni davom ettirmoqda. Avvalroq xabar berilganidek, Madridning Atletico klubida to'p tepayotgan argentinalik Julian Alvares asosiy nomzod bo'lib turibdi. Sedana Ser nashrining ma'lumotlariga ko'ra, ko'k anor ranglilarning short-listida hujum chizig'i uchun yana kamida ikkita nomzod mavjud. Gap Interdan Lautaro Martinez va Chelsea a'zosi Joao Pedro haqida bormoqda. Barselona rahbarining fikricha, har ikki futbolchi ham klub uchun mos bo'lgan o'yin xususiyatlariga ega. Kataloniya klubi ayni damda La Liga turnir jadvalining 85 ochko bilan birinchi o'rinda bormoqda. Futbol olamida har yoz bu shunchaki transfer oynasi emas, bu strategiya, tavakkal va tarix yozadigan davr va ayni paytda Barselona juda muhim qaror oldida turibdi. Asosiy nishon Alvares. So'nggi haftalarda Julian Alvares Barselonaning asosiy transfer maqsadi sifatida ko'rilmoqda. Atletico Madrid hujumchisi bo'lgan Alvares tezkor, texnik va gol sezgisi kuchli, ammo bu transfer oson bo'lmaydi. Nega muammo bor? Narx juda yuqori. Raqobatchilar esa ko'p. Klub bilan shartnoma murakkab. Shu sababli Barselona B rejani ham tayyorlab qo'ygan. Ikkita kuchli nomzod, agar Alvares kelmasa, klub allaqachon alternativ variantlarni tanlab qo'ygan. Birinchi nomzod bu Lautaro Martinez, Inter Milan yulduzi. Nega Lautaro? Chunki u tajribali, liderlik qobiliyati kuchli, katta o'yinlarda yo'qolib qolmaydi. U haqiqiy killer striker. Ikkinchi nomzod esa Joao Pedro. U Chelsea a'zosi. Nega Joao Pedro? U yosh, tez rivojlanayotgan va moslashuvchan hujumchi va u kelajak uchun investitsiya. Barselona nima qilmoqchi? Klub strategiyasi juda aniq. Hozirgi kuch plus kelajak balansi. Murabbiyning roli Hansi Flick yakuniy qarorda hal qiluvchi bo'ladi va u uchun tizimga moslik, pressing, kombinatsiya o'yini eng muhim. Joriy holat La Liga turnir jadvali. Barselona birinchi o'rinda va 85 ochko bilan bu esa jamoa allaqachon kuchli ekanini ko'rsatadi. Lekin nima yetishmayapti? Markaziy hujumchi barqarorligi, shu sabab yangi transfer majburiy. Qaysi biri yaxshiroq? Alvares tez, universal va yosh. Lautaro esa tajribali, lider, aniq yakunlovchi. Joao Pedro potentsional, arzonroq, kelajak loyihasi. Katta savol, kim tanlanadi? Fikrlaringizni kommentariyada qoldiring. Agar noto'g'ri tanlov bo'lsa, butun mavsum xavf ostida qoladi. Agar to'g'ri tanlashsa, yanada dominatsiya boshlanadi. Yakuniy xulosa: Barselona tarixiy qaror yoqasida. Bu transfer faqat futbolchi emas, balki klub kelajagini belgilaydi. Endi navbat sizga. Siz kimni tanlaysiz? Alvares, Lautaro va Joao Pedro. Kommentda o'z fikringizni yozing. Agar siz ham futbol olamidagi eng issiq transferlar, insider ma'lumotlar va shok yangiliklarni o'tkazib yubormoqchi bo'lmasangiz, Secretex kanaliga obuna bo'ling. Chunki bu yerda oddiy yangilik emas, haqiqiy futbol ichkarisi chiqadi. Har bir komment biz uchun muhim va biz albatta javob beramiz. Kanal rivoji siz bilan. Obuna bo'ling va o'z hissangizni qo'shing.